podguzniklarimni ko'rsataman. Bularni ham kunduzgi ishlatishga olganman. Bunaqalar polностью hammasi mevali. Firdavs turgandan keyin sutini tayyorlab beraman Firdavsga. Tayyorladim. Bunaqa kukuruzniy. Mana ichi ko'kinchasi bunaqa. Mana fartikcha toqishni xohlamaydi, hamma joy kasha. Zing qilib bitta Firdavs. Zing. Vlog olishimdan 2 kun oldin olingan video bu. Qizlar sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Firdavs mana shu kasha ichmay bir narsalar bo'lib, o'tgan oldingi videolarimni aytib berganman. Ko'p stresslarga tushib qolgan edim. O'shanda menga hozir stressdan chiqishga yordam beradigan narsa mana shu narsa bo'lib qolgan. Firdavs birinchi qator komodini to'ldirsam, har xil podguzniklar ishlatsam, u brendga qanaqa ekan, bu brendga qanaqa ekan deb ishlatib ko'rsam, imashlarni taxlab hammasini to'ldirib qo'ysam, qanaqadir asablarim juda ham qattiq tinchlanyapti qizlar. Bilmayman bu his-tuyg'u qanaqa his-tuyg'u, umuman so'z bilan, gap bilan umuman tushuntirib bera olmayman. Hozir videoda oddiy narsa bo'lib ko'rinayotgan bo'lishligi mumkin, lekin men bu yerda shunaqa asablarimni tinchlantiryapman hozir. To'g'risi, har xil podguzniklarni olib ishlatib ko'rsam, menga juda ham zavq beryapti. Buni olib bergan dadajonimizga ming rahmat. Hammalaringizga assalomu alaykum. Bugungi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga hozir Firdavsga olgan podguzniklarimni ko'rsataman. O'tgan safar Haggisda hamma har xil turli, misol uchun Elite Soft, Haggis Elite Soft, Haggis Ultra Comfort, Haggis anaqa Natura Madiba, pandachali, xullas Haggisda har xil turidan ishlatib ko'rgan edim. Hamma Rossiyada bor turidan ishlatib ko'rgan edim. Endi hozir Yokosanga o'tganman. Hozir Yokosan Premium Yokosan Nочной, Yokosan Lux, Yokosan Ultra Tонкий anaqasini podguzniklarini sotib oldim. Xullas endi bu safar Yokosannikini hamma har xil turidan ishlatib ko'rmoqchiman. Hozir sizlarga hammasini farqini ko'rsataman. Bunisi qanaqa, premium qanaqa. Xullas shunaqa gaplar. Hozir bag'da vlog ko'ryapman. O'zim yozadigan narsalarim bor, yozyapman. Firdavs qo'ymayapti lekin. Mana qizlar, sizlarga hozir ko'rsatmoqchi edim. Даже влажный salfetkalarimni ham Yokosanga almashtirib oldim. Yerda zapaslar, anaqa plyonkalar. O'tgan safar videoyimda hammasi Haggis edi. Bu safargisiga hammasi Yokosan. Hozir bitta sizlarga ko'rsataman. Bu Yokosan Premium podguznik lipuchkaligisi. Bunisi Yokosan Lux. Anaqasi tursikchaligi. Buni menga nimasi yoqmadi. Mana yopishtiradigan anaqasi yo'q ekan. Bluksi, mana bu Ultra Tонкий, Yokosan Ultra Тонкийsi ekan. Tursikchaligi ham yopishtiradigan bor, yumshoqqina yaxshi ekan. Mana bunisi Nочной, oldingi videomda ko'rsatgan edim. Buni ham yopishtiradigan bor. Ko'rinishidan o'zi ko'rinib turibdi, mana bu qalinligi. Chunki Nочнойga ko'proq siyadi, o'shaning uchun qalinroq. Mana bu premium, hozir buni kunduzgi ishlataman. Bularni ham kunduzgi ishlatishga olganman. Endi mana bu premiumim tugasa, mana bular polni tugasa, keyin bularga o'taman ishlatishga. Nочнойim faqat shu bo'laveradi. Bunaqa kechqurunga toqishga. Shu podguznikdan ishlatyapman. Xullas bitta olib qo'ygan edim, чтобы ko'rsatib obzor qilaman deb. Xullas shunaqa. Sizlar Yokosanni qanaqasini ishlatasizlar? Yokosanni bunaqa yana bittacha boshqachasi bor edi. O'shanaqadan ham ishlatib ko'rganman. U adashmasam komfort deyilsa kerak. Rasmini qo'yib qo'yaman videoda. Shunaqasini ham ishlatgan edim undan oldingi videoyimda. Undan tugadi, уже premiumga o'tganman hozir. Premium tugasa, keyin bularga o'taman, Lux Ultra Тонкийlarga o'taman. Xullas shunaqa gaplar. Firdavsni pyurechalarini ham ko'rsatib o'tdik videoda bir siraman. Indika ovushi aralashgan 8 oylik plus bachalarga berish mumkin. Bu говядина ovushi mo'l go'shtdan tayyorlangan, sabzavotlar qo'shilgan pyurecha. Bunisi sladkaya ovshnoy misk. Xullas hamma narsa bor.
тыква, кабачок и морковка, sabzi. И buyam овощной mix. Sabzi, brokoli, kartoshka. Bu esa kabachokni o'zi ekan. 4 oy plus 5 oy plus 5 oy plus. Smesimiz o'sha Nutrilon Pepti allergiya smesi. Bundan oldingi smeslar haqida video qo'ygan edim, o'shandan ko'rib bilsangiz bo'ladi. Choyga kelsak, suvga kelsak, Firdavs suvni quruq o'zini ichishni xohlamaydi. O'shaning uchun mana bunaqa detskiy choylardan beraman. Hozir ichini ochib sizlarga ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ichi. Shunaqa quncha bo'ladi. Qunchaga o'xshagan qilib tayyorlashgan. Xullas, yabloko, xullas mana shu narsada детский чай и спокойный снов degan kechqurungi uxlashdan oldin ichadigan. Mendan keyin Firdavsga buni uncha yaxshi ichmayotdi, lekin uncha yaxshi ko'rib ichmayotdi. O'shaning uchun men buni ham sotib olgan edim. Malina shirinroq bo'ladi, balki ichar deb olgan edim. Bu uncha yoqmadi Firdavsga, ichgisi kelmadi, bilmadim. Bir marta berib ko'rdim. Uncha yaxshi ko'rib ichmadi. Balki suvsib ketgan paytda yaxshi ko'rib ichsa kerak. Mana bunaqa pechenye boku, anaqa internetda mashhur bo'lgan. Xullas, o'shandan ham dadasi sotib olganlar. Firdavs buni umuman yeyishni xohlamaydi. Bir qo'liga berib qo'yaman. Ozgina so'raydi, keyin tashlayveradi. Deb mojaro qilib yeyman demaydi hech qachon. Bularni ham xuddi shunaqa yarim-yarimgacha yeganicha yeydi, bo'lmasa yemaydi. Bunaqaliklar polностью hammasi mevali. Mana yabloko, banan, pechenye, grushani o'zi, fruktovый salatik. Xullas hamma narsa bor. Banan, yabloko, hamma narsa aralashi. Bunaqa yabloko, banan, Nestle'dan yabloko, banan, malina. Xullas har xilidan mana yabloko, chernika, yablokani o'zi. Pureshkalarimizni zapas qilib berib ketganlar hozirgam ishga. Bu semper anaqa kasha, budqa, bezmolочный, kukuruzniy. Yaxshi, ko'qinchasi ham, anochasi ham yaxshi ekan. Ko'rinishi menga yoqdi, tayyorlanishi. Bular frutonyanya, молочныйsi. Bu ham frutonyanya, молочныйsi, овсяная kasha. Bunisi qanaqa ekan? Pшеничная kasha. Xullas, shunaqa kashalardan mana shu ikkalasi qandaydir ichini qotirgan, shular ichini qotirdimi deb o'ylayapman. Hozir ozgina ichi qotgan. Bezmolочныйlar yeyishdan oldin молочный ham yesin deb olib ko'rgan edim, lekin juda ham shirin, shunaqa shirin. Bezmolочныйlar unaqa shirin bo'lmas ekan. Молочныйlar shirinroq. Sut qo'shilganligi uchun bunaqa bezmolочный men bu kukuruznisiga men bu smesini solib aralashtirib olamanda. Keyin anaqani solaman, kashani solib aralashtirib beraman. Chunki suti yo'q bo'lganligi uchun, bezmolочный bo'lganligi uchun quruq suvni o'ziga qilmayman. Bu kashalarni quruq suvni o'ziga qilib beraman, chunki bularning ichida suti o'zi bor. Xullas, shunaqa. Eng asosiysi hozir butilkalarim yuvilgan. Hozir bunaqa terib solib qo'yishim kerak. Konteynerchalarimni ham yuvib qo'ydim. Boya sut bergan edim, yarmini ichdi, yarmini ichmadi, har doimgidek. Xullas, shunaqa. Bag'da men o'zimni yozuvlarim bilan yozib o'tiraman. O'qimanglar. O'zim ko'radigan vloglarim bor, o'sha ko'radigan vloglarimga ko'rib o'tirib yozaman. O'zimni ko'p yozadigan narsalarim bor. Daftarimni bir siraman ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. Bir boshim chizib bir narsalar bo'lib ketgan. O'zim xohlagan narsalar, xullas
nima narsa bo'lsa shunga yozaman. Shunaqa multfilmimiz aylanib qoldi. Qizlar, kстати, bir narsani aytmoqchi edim. Men bu o'tgan safar men bu anaqani joylarni to'g'rilab chiqqan edim-ku, boshqa joyga qilib. Xullas, mana shu o'yinchoqlarni o'rniga o'yinchoqlarni sarf qilolmayman. Hech ham mana shunaqa holatda bo'lib qolyapti. Shunaqa holatda turgani menga uncha yoqmayapti. O'shaning uchun manbaqa bitta shkafcha ko'rgan edim. Shkafcha dedim, uni nima deydi uni uncha bilmayman. Xullas, videoda rasmini qo'yib qo'yaman qanaqa shkafchaligini. O'sha shkafchaga anaqachalar terib qo'ymoqchiman. O'yinchoqlarini, ularni chiroyli qilib sarf qilib o'ynaydiganlar, o'ynamaydiganlarini o'zim mana bu anaqacha borku, bu kovrekchali anaqacha. O'zi buni o'ynamaydi, o'zi bunga уже kattalik qiladi, katta bachcha bo'ldi. O'shanga buni yig'ishtirib qo'yaman, mana qilib qo'yaman. Hop. Firdavsga yana yangi o'yinchoq olgan edik. Men bu mashinchani sizlarga ko'rsataman. Xullas, o'sha shkafchani shaqa qo'yib, o'yinchoqlarini terib qo'yib, kitobchalarini terib qo'yib, chiroyli qilib qo'ymoqchiman. Endi bu safargi vloglarimda qilsam kerak bu narsani. Xullas, mana shunaqa holatda turgani menga uncha yoqmayapti. Chiroyli qilib terib qo'ysam, chiroyli bo'lib turadi o'yimizga. Mana bunaqa bo'lib turgandan ko'ra. Firdavsga yangi o'yinchoqlaridan mana buni olganmiz. Hali manasi olinmagan ham. Men bu unaqa tigirchani men bu o'yinchoqni olib berdilar. Dadasi qilib qo'ya qolay. Vot, hozir sizlarga ko'rsataman. Buni manbag'idan yoqiladi, orqasiga batareyka qo'yiladi. Bu rul. Tushundinglar? Bu mana rul. Bu muzikali aytadi, muzikali choladi. Manbada kalitchasi bor. Kalitchasini kalitchasini olib shuni tiqasizlar. Ne qilsalar yuradi. Shunaqa ovozli chiqaradi. Bunaqa buriladigan. Bunaqa buriladigan. Ba'zida ham muzikali aytadi. Bunaqa favqulodda holat anaqalari. Xullas, shunaqa men berchasida anaqachasi bor. Endi bilmayman, televizorchasini qo'shiq aytib turishga. Xullas, shunaqa nima qilsam ham bu mashincha yuradi. Mana bu benzinlari qancha qolganligini ko'rsatadi. Shunaqa o'yinchoqcha olib berdik Firdavsga. O'zimga yoqib qoldi, o'zim o'ynayapman bularni. Keyin mana buyoqda o'chirib qo'yiladi. Bunaqa yangi o'yinchoqcha oldik. Ancha paytdan beri yangi o'yinchoq olmayotgandik Firdavsga. Shuni oldik. Berdilar dadasiga, rahmat. O'shanga shunday shkafcha bo'lsa, shunday o'sha anachasiga shunday terib qo'ysam. Bu yerda kitoblar ham bor. Ajib-mujib bo'lib yotibdi. Mana shu o'yinchoqlarni chiroyli qilib terib qo'ysam, chiroyligina bo'lib turadi. O'shaning uchun shunaqa narsa plan qildim hozircha. Qaraymiz sharoitga. Xullas, shunaqa gaplar. Bag'da Firdavs uxlab qoldi. Hozir sizlarga Firdavsni hurra otishligini ko'rsataman. Eshitdinglarmi? Eshitildimi? Hamma joy dog', bir narsa qilib tashlagan Firdavs. Narsa to'kiladi, boshqa qiladi, boshqa bo'ladi, qusaveradi, qayta qo'radi, mana shunaqa seyaveradi. Endi pampersni almashtiraman degan paytim seyaveradi. Seyorgan. Iloji yo'q, endi dadasi kelsalar birga almashtiramiz. Bachchalik uy shunaqa bo'ladi. Har doim toza turmaydi, lekin toza turishga, yig'ishtirib qo'yishga juda ham qattiq harakat qilaman. Hamma narsalarni. Xullas, shunaqa gaplar qizlar. Qizlar aytgancha Firdavs 9 oylik bo'ldi.
Вот. Asal bolacham, jonim. Videolar rasmlar oldim. Hozir sizlarga o'sha video rasmlarni qo'yib beraman. Xullas shunaqa. Sizlar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? O'zimni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Faqat qarasam o'tgan safargi vlogimni ham o'zimni umuman ko'rsatmabman. Hozir ham faqat anaqalarni ko'rsatib gapiryapman. O'zimni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Man hozir Firdavs uxladi. O'zimni yozadigan narsalarim bor. O'shalarni hozir yozib olib, butilkalarim yuvilgan, hamma ishlar qilingan. Kirlarimni hozir kir mashinaga tashladim. Birma-bir kirlarimni yuvaman. Xullas shunaqa. Firdavs turgandan keyin sutini tayyorlab beraman Firdavsga. Shu har doimgi kunlik ishlar bizada. Hech vaqt chiqish yo'q, hech qayerga borish yo'q, hech narsa qilish yo'q. Xullas, menda kun bir xil har doimgidek o'zi bolali, yosh bolali onalar shunaqa bo'lsa kerak hammasi. Xullas, bizada shunaqa gaplar. Mana Firdavsga kashasini tayyorladim. Bunaqa kukuruzniy. Mana ichi kukunchasi mana bunaqa. Hozir buni aralashtiramiz. Tayyor bo'ldi o'zi. O'zi bu hozir suv yo'q edi. Picha damini oldirib turdim. Mana bu kukuruzi shishib, quyuq bo'lib qoladi o'zi. Bo'tqacha bo'lib qoladi o'zi. Kash ichib bo'tqacha bo'lib qoladi. Firdavs chidamayapti hozir. Mana Firdavsning ahvoli. Mana fartikcha toqishni xohlamaydi. Hamma joy kasha. Urishyapti ular. Yorishkam. Mana hamma joy kasha to'kildi. Bag'da ijod boshlanyapti. Zumrasha. Farti toqishni umuman xohlamaydi, yig'laydi, optasha deydi, baqiradi. Mana shunaqa. Tirnog'ing o'sibdi balam. Qanday olamiz tirnog'ingni? Judda ham shimtaka tirnog'ini ham ololmayapman oxirgi paytlar. Shimtaka. Zumrasha. Zumrasha. Voy, tishi yo'q. Bitta ham tish chiqmagan hali balam. 9 oylik bo'ldi, hali bitta dona ham tishi yo'q. Hali o'zi mustaqil o'tira olmaydi, emelamaydi. Sutini ham o'zim ichirib qo'yaman. Hali mustaqil sutini ushlab o'zi ichmaydi 9 oylik balam. Shunaqa erkatoy o'g'lim bordaman. Uncha hech narsaga majburlamaymiz, hammasi asta-asta bo'lyapti. O'sha tizzasida turishni biladi, tizzacha emelaycha turishni biladi, lekin hali qadam tashlashni bilmaydi. Asta-asta turyapti-yu, lekin qadam tashlashni bilmaydi. Zumrasha? Zumrasha. Mana manbada ijod bo'lyapman ba'zi. Stolchikda o'tiradi shunaqa. Multik ko'rib. Hammaga assalomu alaykum. Qizlar, yaxshimisizlar? Bugun bizning vlogimizning ikkinchi kuni. Voy, hozir bizda ertalabdan anaqa vlog ko'rib ish qilaman. Ertalab bo'ldi, Firdavs kashasini yedirdim. Bu kechqurundan qolgan butilkalar, hozir men hamma joyda sortirovka qilib, tozalab
olishim kerak. Men buni joyiga qaytarib oshiqqa o'tirib, manaqa choy ichdimda men. Endi buni qaytarib qo'yishim kerak. Ana to'liq anaqa qilmayman-da. To'liq video olishga anaqa qilolmayman. Esimdan chiqib ketyapti yokida ulgurmayapman. Oy. Xullas, bizda shunaqa. Boya musorlarni almashtirib qo'ydim, musor qog'ozini. Mana paketini qog'ozini. Xullas shunaqa. Uxlagan paytim sochimni kechqurun tarab, keyin men bu tepasidan mana qilib o'rib uxlayapman. Men Pinterestda ko'rdim, shunaqa qilib uxlasa, sochga ziyon qilmas ekan, o'zimga ham juda ham qulay bo'lyapti, chunki sochim uzun bo'lganligi uchun men uxlashga qiynalyotgandim-da. Keyin tepadan mana qilib bonka qilib uxlayman desam, chigal mana bo'lib ketyapti, etilibgacha. Bu narsa menga yoqmayapti. O'shaning uchun shunaqa qilib o'rab uxlayapman. Aytamanki, mana bu o'yinchoqlar вообще menga yoqmayapti turishligi. Shularni yaxshilab anaqa qilmoqchiman. Nima desam, sortirovkadan boyagi ko'rsatgan shkafchamni olib anaqa qilishim kerak. Ashi dabdalasi chiqib yotibdi o'yinchoqlarni. Shunaqa qilib shuni qo'yib qo'yay. Keyinchalik o'sha o'ylagan rejamni qilamiz. O'yinchoqlar ham joyini topadi, chiroyli turadi, o'rsib turmaydi. Firdavsam o'ynab oson bo'ladi. Hozir kashasini yegan men stolchasiga o'tkaztirib yedirdim-da. Bir sira buni artib tashlayman. Videoda ko'rinyapmanmi yo'qmi? Bir sira artib tashlay. Mavaqlarim ushlaydi, nola qiladi. Hozircha mana bunaqasi ham bor. Stolchikka qo'yadigan mana bunaqa nochasi ham bor, lekin buni hali qo'yganim yo'q, chunki yeyishni bilmaydi bog'da hali bunday. O'zi qachonki qo'yib bersam oldiga yeyishni o'rgangandan keyin qo'yaman-da buni. Atak hozircha shunisini olib turibman. Videoda ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Xullas. Firdavsga har doimgidek multfilmni qo'yib berilgan, shezlongda yotibdi. Bizi narsalarini yuvgan. Men bu konteynerchalarini yuvaman. Mana konteynerchasini. Xudoga shukr. Xullas, bularni toshib kuxnyaga ketdim. Kuxnyaga ketsam ham ovozim eshitilaversa kerak menimcha. Xullas, men yaxshi bitta shtativ olishim kerak. Bu shtativni bir joyga qo'ysam qiyshab ketib qolyapti yoki bitta joychasi ushlab turadigan joychasi singan, xullas, singan emas, shu zaiflashib qolgan. O'shani aniq qilishim kerak-da, yaxshilab. Yaxshirog'idan olishim kerak. Shotkachani olamiz, bularni bunday qilamiz.
Shunaqa olib turib, влажныйda bir artoray. Bas, sizlarni bilmadim, menga влажный salfetka вообще ko'p ketadi. Judayam ko'p. Kasha tegadi, bir narsalar tushadi. Chunki shaqqa tayyorlayman, shaqqani qilaman. Xullas, menga judayam ko'p kerak bo'ladi влажный salfetочка. Mana shunaqa qilib bir siram artib olmasam, changi chiqib ketaveradi. Men bilan ham tepasini artish kerak. Chunki havo almassin deb balkonimiz eshigini ochib qo'yaman-da qizlar. Havosi bir almashsin deb. Bu Firdavsga smes tayyorlaydigan suvlari, kashani ham shunga tayyorlayman, smesini ham shunga tayyorlayman. Buni qaynatish shart emas, o'zi spetsalniy bolalar smesini, bolalar ovqatini tayyorlash uchun shunaqa chiqarilgan anaqa detskiy suv. Shundan bunga solamiz. Bu necha litr? 1,5 litr mana shunga точно ketadi mana shu apparatiga. Bundan hozir ishga ketganlariga bizga zapas qilib anaqa qilganlar. Menda tashab ketganlar. Olib berib ketganlar. Gaplarimni to'g'ri kelmayapti. Xullas, bularni ham kuxnyaga olib ketaman. Nashnida vlog ko'rib eshityapman, ham sizlarga o'zim vlog olyapman, ham ishlarimni qilyapman. Qalay, zo'rmi? Shunaqa qiz bo'lsang, shunaqa qiz bo'l. Hozir anaqaga kuxnyachaga olib kelib olaman hozir. Videoni qizlar, ovozim eshitilyaptimi? Ovoz bering, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Firdaus. Butilkalarimni olib kelib oldim. Birinchi posudalarimni yuvib olaman. Keyin butilkalarni. Har kungi tongim mana shunaqa bo'lib boshlanadi. Firdavsga kasha berish, pampersini almashtirish, o'ylarni bir sirama yig'ishtirib chiqish, tozalash, butilkalarni yuvish, posudalarimni yuvib olish, o'zim choy ichib olaman, o'zimga choy taxlab olaman. Keyin hamma o'zimni ham idishlarimni, Firdavsni ham idishlarini birdaniga bitta qilib yuvib tashlayman. Ungacha Firdavs multfilm ko'rib turadi yoki bo'lmasa baqirib qoladi bir xil paytlar. Tashab ketmamani bir o'zimmi deb qoladi. Oldimga olib kelib olaman shezlong bilan yoki-da boyagi hadolokmi o'shanaqa narsasiga solib qo'yaman. Xullas, bizda har kunlik mana shunaqa bo'ladi. To'g'risi bir xil kunim har doim bir xil bo'lib qolgan. Bir xil. Ertalab Firdavs turishligi, Firdavs rejimiga qarab yashashim. To'g'risi, Firdavs nechaga tursa, men o'sha payt ishni boshlayman. Firdavs qachon uyg'onsa, o'sha payt o'ylarni yig'ishtiraman. Firdavs qachon uyg'onsa, o'sha payti turib choy ichaman. Bo'lmasa, men turib ketib, boshqa ishlarimni qilib choy ichaman deb uydan chiqib ketsam, Firdavs sirasi uyg'onadi yoki-da yig'laydi, keyin injiqlik qiladi. O'shaning uchun men ham yotaman, Firdavs ham yotadi. Xullas, shunaqa qilib yuvib oldim. Ana o'zimga o'xshagan dekretdagi onalarni kuzatib o'tiraman, to'g'risi. Endi bitta tashlaymiz. Ya! Про разные профессии своим большим друзьям, про разные профессии своим.
Xullas olib keldim. Mana qam ishlayapti mashinagim. Endi bitta joylashtirib chiqaman. Mana bu ikkita qoshiqchasiga kashichalar yeydi. Mana bu qoshiq bu Mamako smesini qoshig'i. Har bitta smesni qoshig'i har xil bo'ladi-ku. Bu Mamako smesni qoshig'i. Shuni olib qo'yganman. Mana bu kashalarini mamnoq kashalarini solishga juda ham qulay. O'shanga ishlataman kasha solishga. Bu o'zini yekon qoshiqchasi kichkinada kasha solishga. O'shaning uchun anaqa bo'lmaydi. Men qog'oz yozib qo'ydim. Bitta chaparib chiqamiz endi bularni. Shunaqa. Firdaus uyqusi keldi. Уже bo'ldi. Bularni yopib qo'yib bularni sterilizatsiyaga qo'yaman. Har kuni ertalab mashq. Pisht. Har kuni ertalab mana mashq holat. Qizada. Manda. Mana 4 ta butilka sig'adi bunga. Bemalol. 5 ta sig'maydi, lekin 4 ta sig'adi. Xullas, bizda bo'ldi. Endi men bu yerda ozgina full bo'ldi, artib olaman. Quruq salfetka bilan. Men bu 2 qavat qilib yozganman. Xullas, shunaqa. Endi bu yerda artib olay bir siraman. Shu vlajniy salfetkadan zo'ri yo'q. To'g'risi hamda. Maza qilib artasiz, tashaverasiz. Ana salfetka olib kel, namlab o'tir, uni bo'lmaydi. O'zi rasvomas, changamasmi? Bilinsa salfetkadan bilinadi. Oy. Men bu anaqa одноразовый plyonкасini nimaga baqa qo'yib qo'yaman? Chunki har podgoznik almashtirganimda uni ochib, divanga mana yozib, keyin almashtiraman. Bo'lmasa Firdaus uchirib yuboradi. Uchirib yuborsam, shunga uchirib yuboradi. Men pastelarim rasvo bo'lmaydi. Musorga tashlab yuboraman. Yuvib qo'yib o'tirmayman. Hamma narsa одноразовыйsi yaxshi. Hozirgi paytda, hozirgi kunda. Men bu prisipkani o'zi og'zi yo'q,
og'zi yo'q-da mana. Bunday qilsa yopiladi, to'g'ri. Bunday qilsa yopiladi, to'g'ri. Bunday qilsa ochiladi, lekin men bu pis bo'lib ketgan paytda hamma joyiga uchirgan bo'ladi. Tomanda shunaqa. Javnaqa idealniy, toza, idealniy anaqa emasman. Qo'ldan kelgancha, kuchim yetgancha, vaqtim bo'lgancha, asabim yetguncha qilaman. To'g'risida. Holim bo'lguncha javnaqani ham emasman. Toza ko'rmanman, demoqchi ham emasman. O'zi rasvo emas, men prinsipga olib bunday nasib bo'lganman, kimga qo'yaman? Puf. Prinsipkani hamma narsasi, hammani upasi uchib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Hammasi oppoqcha bo'lib qoladi. Mama kremi juda ham kam qo'ygan o'zi. Bu kremchasi hali bor. Qolmasa olamiz. Men o'zi unaqa emasman, bir xil mana bunaqa qilib, hamma narsasi bo'lsa ham yanada sotib olaveradi-ku. Misol uchun men unaqa emasman. Zapas qilib qo'yishim mumkin nimani? Podgoznikda zapas smeslarni zapas qilib qo'yishim mumkin. Misol uchun-da. Anaqa mana ham bir niyat bor. Pirichalarini zapas qilib qo'yishim mumkin. Suvlarni kerakli narsa-ku bular. Tugab qolsa anaqa bo'ladi. Olib kelishga qiynalib qoladigan narsalarimni zapas qilib qo'yaman. Hozirga ishga ketgan paytlari o'zimga qulay bo'lishligi uchun. Men bechara tug'gan. Qondan ketkazolmayapti. Qizig'i bu inglizcha. Bitta ham tushungani yo'q, lekin ko'rib o'tiraman. Yana bitta bor. Anaqa bloger. Turk. Anaqada yashaydi. Bursada yashaydi. Masha. Da Berkay Uge degan qiz. Oilaviy vloglar, mana shunaqa. Men o'zi oilaviy vloglarni ko'p ko'raman. Shunaqalarga ko'p podpiska bo'laman. Ko'rmay qo'ygan anaqalarim bo'lsa, ko'rib o'tiraman. Hozir bitta anaqasini ko'rmoqchi edim-da. Vot mana mamsini vashib ko'rmabman. Bu turkcha gapira. Buni gapiga tushunaman. 100% emas u, 50% emas, bir 30% tushunaman buni gapiga. Turkcha gapiradi. Bursalilarni shevasi sal boshqacharoqmi? Yana bitta boshqa turk qizni ko'raman. Uni ham podpiska bo'lganman. U qayerdan? U Istanbuldanmi? U boshqa joydan. Bu Bursalida. Bursalilarni tili qanaqadir bir shirinroqmi? Menga shunaqa eshitilaman uni gapirishi, buni og'aynalarini, buni dugonalari bilan birga gaplashishi bilan shevasi qanaqadir juda ham shirin, yoqimli. Bursadagi mana bu qiz. Yana bitta Istanbuldagi qiz, u uncha emas, oddiy anaqa kinolankdek gapiradi. Bu boshqacha gapiradi, vashi zo'r. Xullas bizda shunaqa. Endi hozir men bu o'zimni sochimni yechib bilmayman, yechkim ham kelmayapti, chunki men bu yaxshigina o'rilgan turibdi, faqat manbaqlari ozgina patlaygan. Shu ertalab o'zim anaqalarimni, ovqatlarimni qilib oldim. Firdavs uxlagan paytda, aytgancha Firdavs bugun 11:30 gacha uxladi. Bilmayman. Firdavsga nima bo'ldi? Kecha 10:30 da o'zi uxlab qolgan edi, chunki obedda kam uxlatyapman.
Kunduzi kam uxlatyapman. 2 marta. Uzoq 2 marta uxlayapti, yarim soatdan. 2 soatga, даже 1 soatga ham bormayapti kunduz uxlashlari. O'shaning uchun mayli, kechasi maza qilib uxlasin deb shunaqa qilyapman o'zim. Kecha 10:30 bo'lyapti ham, mamni ketyapti-da ko'zi. Firdaus deyapman mamni. Firdaus dedim, mamni ketdi-da uyquga. Qotdi. Keyin o'zi nочной подгузникlarni ham kiymagan, uxlashga tayyorgarlik ko'rilmagan o'zi вообще-da. O'zi shezlongida yotib uxlab qolganligi uchun hamma uxlasin deb indamadim. Keyin dadasi kelgandan keyin podguznikini almashtirib, nочной podguznikka o'tkazib uxlatdim. Keyin yana sutini tayyorlab sutini berdimda. Bu kuni bilan anaqa bo'ladi, quriydi mamini ichi. Hot. O'zim artmayman, o'zi uni quritaman. O'zi to qurib ketmagunicha mana shu yoqqa qo'yib qo'yaman. Keyin kechqurun smeslarini solib qo'yaman. Shunaqa gaplar. Endi hozir suvsadim, ozgina suv ichamanda, keyin Firdavsga ham suv ichirib uxlataman Firdavsni. Bizda obed 1:30 bo'ldi o'sha. Chunki Firdavs 11:30 da turdi-da, qizlar 11:30 da turgan bo'lsa, men uni podguzniklarini almashtirdim. Ana o'zim choy ichib oldim. Hamma o'zimni birinchi qiladigan ishlarimizni qilib oldim-da. Keyin mana ishlarimni qilib bo'lib, endi hozir Firdavs uyqusi kelib qoldi. Endi Firdavsni hozir uxlatamiz. Birinchi podguznikini almashtirib, suv ichirib, keyin uxlatamiz. O'zim ham suv ichib, naushnikda o'tirib, vloglarimni ko'rib o'tiraman. Qizlar, mana shu videomni umuman ovoz yozmabdi mikrofonim, chunki hozir Firdavsni ko'taraman. O'sha ko'targan paytim mana shu mikrofonchasini, mana gubkachasi bor, o'sha gubkachasi tushib ketgan ekan. Firdavs qo'li bilan tushirib yuboribdi. Buni videoda ko'rib bildim. Xullas ikkovimiz o'ynab, baqirib, Firdavs anaqa qilib gapirgan edi mikrofonga. Ikkovimizni ovozimizni yozmabdi. Ko'rib juda ham qattiq xafa bo'ldim. Hammayli ozvochka qilib qo'ya qolaman deb bu videoni ham qo'yib yubora qoldim. Firdavs to'g'risi podguznikini almashtirish shunaqa ham qiyin bo'lib qolgan. Shunaqa ham menga bir dunyo qilib kaka qilib berdi. Men uni tozalayapman hozir. Umuman tinch o'tirmaydi, bitta joyga o'tirmaydi, hamma joyga tekintirib tashlaydi. To'g'risi umuman qiynalaman mana shu oxirgi paytlar podguznik almashtirishga. Firdavs juda ham harakatchan bo'lib qolgan. O'shaning uchun mana shunaqa qilib baqirib "Jambo, mana to'xta, qo'y" deb nasllarigacha ham tegirib tashadi, qo'llarigacha ham tegirib ushlab tashadi-da. Bilmayman, podguznikini yechsam srazi qo'li bilan ushlab tashlaydigan bo'lgandi. Qo'li ham kaka bo'ldi, oppoq naskilaga ham kaka tegdi. Shunaqa qilib kremchasini olib surtib qo'ydim, yaxshilab tozalab. Men ha deb kotini yuvormayman qizlar. Bu narsaga ham juda ham qattiq qarshiman. Bular yosh bachcha ichi shamollab qolishligidan juda ham qattiq qo'rqaman. Ichi shamollab qolishligidan, ichi shamollashdan boshqa yomon narsa bo'lmasa kerak deb o'ylayman to'g'risi. O'shaning uchun ularni salfetka bilan artib qo'yaveraman. Kechqurunga borib bitta cho'miltirib olaman, bo'ldi. Ha deb borib vannaga, anaqaga rakvinaga tiqib borib popachasini yuvib kiraveradi bir xilla. Men umuman shu narsaga qarshiman to'g'risi. Shunaqa qilib hozir endi Firdavsni uxlataman. Bir dunyo gaplar gapirib yotibman sizlarga. Lekin umuman ovoz yozmaganman. Hozir umuman bilmayman nima ovoz yozmayotganligini. Xullas umuman ishim tugamaydi. Mana shu Firdavs bilan bo'lib bir narsa qilaman desam kaka qilib qoladi. Kakasini tozalagandan keyin choy ichgisi kelib qoladi. Choyini bergandan keyin uyqusi kelib qoladi. Xullas shunaqa qilib hozir men endi svetlarni o'chirib choyini berdim. Choyini berib bo'ldimmi? Ha, mana choyini berib. Endi Firdavsni uxlataman. Shu bilan ishlarim qilingan, butelkalarim yuvilgan, o'ylarim basirama yig'ishtirib olingan. Posudalarim yuvilgan, o'zim choy ichib olganman. Firdavs hammani popachasini tozalab, yangi pamperslar kiydirdim. Qorni to'q, kashasini berdim. Endi choyini berib, shu bilan ozgina multfilm ko'radi, keyin shu bilan uxlataman. Xullas, menda mana shunaqa bo'lib, umuman videoda ovoz yozmay qolgan. Hozirlarga bitta ozvochka qilib berdim.
kommentariyaga nimadir bo'lsa ham kommentariy yozib qoldiringlar, chunki yurakchami, serdechkami nimadir gap yozmasanglar, nimadircha smelchalar bir narsachalar qoldirib ketinglar, chunki ko'p kommentariy bo'lsa video ko'proq ko'riladi. Qizlar, Firdavs turdi. Boya ikkita videomni ham, boyagi anochasi baqirishini qaranglar. Boyagi gubkachasi tushib ketganligi uchun ikkita videomni ham ovoz umuman yozmabdi. O'shaning uchun u videolarga ozvochka qilib qo'ya qolaman. Juda ham ko'p gaplar gapirgan edim. Siz anaqam tushib ketganligi uchun ovozini yaxshi yozmabdi. Shunday xafa bo'ldim ko'rib, lekin shunaqa anaqa gaplar gapirgan edim, juda ham ko'p gaplar gapirgan edimda, xullas Firdavs hozir turib oldi sutini ichib oldi. Sutini tayyorlab berdim. Boya choyini yarmigacha ichgan edi mana bu choyini. Endi o'ynab o'tiribdi. Hozir podgoznikiga qarayman. To'libdimi, to'lmabdimi? To'lsa yana almashtirib qo'yaman. Xullas shunaqa. Yana hozir sutini ichdi, 1 soat, 1,5 soatlardan keyin men bu ovashnoy anaqasini, pirechasini beraman. Sabzavotli pirechasini beraman. Keyin perekuska men bu ikkita pirechasini beraman. O'ynab o'tiribdi. Firdavs. Hozir Firdavsni podgoznikini almashtiramiz. Boya video olgan edim, ovoz yozmay qolibdi. Voy, mana ovozini kuch pasaytiraylik o'g'lim, hay. Boya video olganimni umuman anaqa ovozini yozmabdi. O'shaning uchun Firdavs o'zi bir uxlab turdi. Undan oldin montajda qo'yib yuboraman. Anaqa bo'lsa, yana podgoznikini almashtiramiz Firdavsda. Qo'yib yubor. Qiyin biram. To'xta. Ich oley. Zumrasha. Tushib ketasan. Baqik. Yot qani bir. Jim. Firdavs jim. Jim. Podgoznikini almashtiramiz. Jam. Baqirishini qaranglarmi? Firdavs to'xta, to'qolay balam. Bo'ldi, to'xtim. Endi meni qistirib olay. Ay, Zumrasha. Qani baqa. Açascha. Sakoscha. Silini. Mana aşol bo'ladi. Voy, shimtakam. Voy, osh bo'lsin. Shimtakajon. Mana shimtaka bo'ladi. Xursand. Bitta joyga tirmaydi mana o'g'lim. Bitta joyga tirmaydi. Tirmaydi. Mana sizlarga bo'lsa. Voy, yagona. Yagona qiladi. Yagona. Qo'y bor. Mikrofonini olaman. Qo'y bor dedim sen. Tegin olmaysan.
Ke, yat. Hop, hop, hop. O'ynaymiz, ha? Hozir Firdavs bilan. Firdavs uxlab turdi. Firdavs uxlab turdi, sutini ichdi. Endi o'ynaymiz. Firdavs. Baqirsin. O'zini yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinchoqlari bilan. O'ynaymiz, ha, hozir. Ya, anaqa yana men buni yozib qo'yaydi. Maşallah, canım balacığım. Zoopark. Slon. Koala. Krokodil. Zebra. Попугай. Багдадча. Vay, kıyonçalar. Keçi, ke bak ke. Emelep ke. Dur. Ke. Diski. Ucunu moşin taşı. Bu yanı moşin taşı oyuncak taşı. Vay. Kepti bir olarak. Vay. Bunu kalitesi var kan. Birimiz. Çıktı. Mama yıka. Tun. Vay. Ana telefon ças. Kaçsın oynaysan? Kaçsın oynadın kiler? Ki. Sen oynaysan? Vay. Tu. Vem que tá fazendo. Vem. Uai. Tuk.
dik 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 dik. Men xolalarga gapirasan. Rasma gapir. Ma gapir. A go go. Go go go. Gapir. Go 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 xolalar. Xolalar go go go. Gapir. Yalamoqchi bo'lyapti. Bu yeyilmaydi. Tu 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 tu. Tuk 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 tuk. Dug 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 dug. Voy. Ana Firdavs mo'sincha haydabdi. Ana mo'sincha haydabdi. Ga bilmaysanmi sen? Sen ga bilmaysan, tiklama qo'ydi. Uxti. Uxti. Gapir. Ga ga ga. Ga ga ga. Qonini ishlab qo'yadi. Pi pi pi. Ana. Ana Firdavs. Shunday xafa bo'laman qizlar, boyagi videomni ovozsiz yozganiga. Ko'p gaplar gapiruvdim-da. Ha, mayli. Vin. Firdavs oldida soch ko'p, orqasida soch yo'q. Vud gud 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 gud. Vud gud 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 gud. Gud 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 gud. Vay! Avtobus Boris. Nimika Duna. Nimika. Uy. 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 Ana bo'lmasa. Ne olasam? Oh. Ay. Issiq shunday. Uy. Sen xulsanki. Ah, qizlarjonim. Ma. Buning ham gaprika. Telefonchasi ham gaprika. Og'ziga solmaydilar, Firdavs buni. Yaxshi emas, bu og'ziga soladigan emas. Vay. Ana. Поиграем deyapti. Vay. Qizlar, mana o'yinchoqlarni anaqa qilishim kerak dedim-ku, sortirovka. Endi mani buncha o'yinchog'im yo'q, to'g'ri. Xullas, mana bunaqa nima shunaqa shkafchami, mana shunaqa narsacha olmoqchiman-da, xullas.
Mana shunaqa burchak qilmoqchiman. Mana bunaqa o'yinchoqlarni solib qo'yishga, mana bunaqa o'yinchoqlarni mana bunaqada. Men o'zim ko'rib qo'ygan qachon mana shunaqa mashina savatcha tiqib ham o'yinchoqlarni ichiga tiqsa bo'ladi. O'yinchoqlarni o'zini ham terib qo'ysa bo'ladi, ham kitoblar terib qo'ysa bo'ladi, ham o'yinchoq terib qo'ysa bo'ladi, ham savatcha tiqsa bo'ladi. O'shaning uchun o'zim mana shunaqasidan qidirib anaqa qilmoqchi edim. Mana qaranglar. O'sha bir burchagiga hozir mana o'yimizni mana bu burchagiga turibdi-ku, o'sha bir burchagiga qo'ymoqchiman. Xullas mana shunaqa shkafchada o'yinchoqlarni terib qo'ymoqchiman. Pinterestdan ko'rib o'tiribman mana. Bunaqa. Mana. Bunaqa. Har xil ideyalar bor. Pinterestdan ideyalar ko'rib qanaqa qilsam deb ko'rib o'tiraman Pinterestdan. Shu o'yinga shu bitta burchakchada xullas ham kitobchalarni turashiga, ham o'yinchoqlarni turashiga shunaqa narsa qilmoqchi edim. Shu mana bunaqa o'yinchoqlarni terib qo'yib, mana bunaqa qilmoqchiman-da. Men ko'rganim mebelcha. Men ko'rganim mebelcha xuddi mana shundan. Xullas shunaqa narsa qilmoqchiman, qizlar. Ko'rib o'tiraman. Nima edi Firdas? Nima edi balachas? Nima edi jonim? Injiqlik qilib uyqudan turgan. Prasam, ke. Qizlar уже yakasam premiumdan oz qoldi. Men bundan hozir yarmini solib qo'ydim. Yana bitta, ikkita. Hamma 3 ta olinib ketdi. Yana 3 tasini taxlab. Bilmayman, pachkasida mana bir xil taxlangan bo'lmaydi, qaniydir. Hozir mana shu sig'dirib tiqishim kerak. Ker. Joku просто. Свободно. Baqa nочnoyim. Nочnoylar. Hamma rangchaliklar уже kunduzgi. Mana bu bez rangchaliklar o'zi kechqurungi. Уже bu oz qoldi. Vlogimni tugataman deganimcha o'zi boshida ko'rsatganman premium o'zi oz qoldi. Все, olib qo'yamiz yarmini.